Assalomu alaykum. Bugun bitta kasalni misolida ko'p uchraydigan holat haqida gaplashamiz. Ya'ni prostatani kattalashishi. O'rtoqlar, men endokrinologman, urolog emasman. Prostatit bu boshqa narsa. Misol uchun bakteriyalar yoki infeksiya ta'sirida prostata bezini yallig'lanishini prostatit deydi. Unda siyganda achishadi, tuxumlarini osti og'riydi, tez hojatga borgisi keladi. Misol uchun ajralishi mumkin. Bu prostatit, uni urologga borib davolatasizlar. Biz prostatani shishgani, giperplaziyasi haqida gaplashamiz. Bitta kasallik misolida. Mana qarang. Bitta yigit keldi. Xo'p. Buni normada prostatani obyomi 25 kubik, 25 santimetr kub atrofida, 25 gram atrofida bo'ladi desak, 41 gram bo'lib ishib ketgan ekan. Demak, jinsiy quvvati pasaygan. Buni tekshirganimizda testosteroni past chiqdi. Mana 12 nanomol litr chiqyapti-da. Dunyo bo'yicha referens, ya'ni referens deganicha 5000 ta odamni tekshirib, eng pasti bilan eng yuqorisini oladi. Chegara degani, referens degani chegara degani. Dunyo bo'yicha 12 dan 42 gacha bo'ladi. O'zbeklarniki ancha baland yuradi. Misol uchun sizning yigitlik holatingizda eng testosteroningiz baland holatda 30, 40, 50 bo'lishi mumkin. Namanganda 50 o'rtacha testosteron, Toshkentda 36, 30, 40 atrofida testosteron yosh sog'lom yigitlarda. Buxoroda hatto 70, 80 ni ham ko'rganmiz. Aytmoqchimanki, misol uchun agar sizning yigitligingizda 40 bo'lgan bo'lsa testosteroningiz yoki 30 bo'lgan bo'lsa, uni 12 ga kamayishi misol uchun 300% kamaydi degani. Oddiy qilib tushuntirsak, prostatani benzini bu testosteron. Prostata testosteron uchun nishon a'zo hisoblanadi. Prostatada dihidrotestosteron ishlab chiqariladi. Terida ham, soch follikulida ham, lekin prostatada ham ishlab chiqariladi. Testosteronni kamayishi va testosteron nisbatini boshqa gormonlarga nisbatan kamayishi, misol uchun estradiol oshdi, testosteron misol uchun kamaydi. Yoki progesteron kamayib ketdi. Progesteron o'sha prostatani himoya qiluvchi funksiyasi bor. U dihidroprogesteronga aylanadi va dihidrotestosteronni prostatani ishiradigan xususiyatidan saqlaydi. Sizda testosteron kamayganida va boshqa gormonlarning nisbati o'zgarganida, jinsiy aloqa kamayganida, siz prostata zo'riqib, hajmi kattalashadi. Zo'riqib ishlagani tufayli. Agar yod yetishmasa, buqoq bezi zo'riqib ishib ketadi. Testosteron yetishmasa, prostata zo'riqib ishib ketadi. Siz urologga borib, orqani kovlatib, unaqa terapiya olib, lazer terapiya olib, boshqa terapiya olib, misol uchun o'zingizni qiynab yurasiz. Na samom deli testosteronni va unga nisbatan o'zgargan gormonlarni o'zgargan bo'lsa, ularni to'g'irlash, GSPG oshgan bo'lsa, GSPGni tushirish, prolaktin oshgan bo'lsa, prolaktinni tushirish, progesteron kamaygan bo'lsa, progesteronni normaga keltirish, insulin ko'paygan bo'lsa, insulinni normaga keltirish prostata hajmini o'zini normasiga kelishiga sabab bo'ladi. Buqog'i ishib ketgan odam, yod yetishmagandan ishib ketgan odam yod ichsa, buqoq bezi normaga kelganday yoki o'sha L-tiroksin, Eutirox degan gormonlarni ichsa, o'zi normaga kelganday, testosteroni kamayib, gormonlarning nisbati o'zgarib, prostatasi ishgan odam ham hech qanaqa orqasini kovlatmasa ham prostatasi o'zi normaga keladi. Shamollash boshqa, bakteriya, infeksiya boshqa narsa. Uni urologlar davolaydi. Men endokrinologman. Agar uzoq yillar davomida prostatangiz kattalashib, testosteroningiz kamayib, jinsiy quvvatingiz, общий quvvatingiz, asabingiz pasayib, asabingiz buzilib, nastroyeniya yo'qolib, o'zgarib, buni sababini topsangiz, to'g'ri davolamay yurgan bo'lsangiz, shu yerda ishxonani adresini ko'rsatib ketganman. Bu o'zimni telegramim. Telegramda savol bersangiz, javob beraman. Bu ishxonani telefon qilib adres, lokatsiya, ish kunlari, narx-navo bo'yicha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bugun mana shu qisqacha aytmoqchi edimki, prostata testosteronga bog'liq a'zo. Testosteron yildan yilga erkaklarda kamayadi, jinsiy quvvati, xohishi pasayadi. Shu jumladan prostatasi ham ishadi. Infeksiya bo'lmasa ham gormonlarni normaga keltirish prostatani normaga keltiradi. Bahonada jinsiy aloqa ham tiklanadi. Jinsiy aloqani vaqtida bo'lishi ham prostatani sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi.
shu momentdan foydalanib yana bitta narsani ko'rsatib ketmoqchiman. Bu boshqa bitta Bahodir aka degan odamni analizi. Bu odam tribesteron ichgan. Tribesteron ichganida testosteroni biz tekshirganimizda 17 chiqqan. 17 yaxshi emas. Mana 12 dan 42 gacha referens deyishadi. Optimum norma degan narsa bor. Bu taxminan 25, 30, 35 atrofida bo'ladi. Demak, tribesteron ichish uni testosteronini ko'tarmagan. Testosteroni 17 ga mazza qilib yashab bo'lmaydi. Endi shu odamni ham mana birinchidan tribesteronning foydasi yo'qligini ko'ramiz va prostatasi 25 grammni o'rniga 86 gramm bo'lib ishib ketgan, juda ham ishib ketgan. Ya'ni tribesteron foydali narsa emas. Misol uchun yoshlarga ta'sir qilishi mumkin, yosh kattalar ichganda foydasi bo'lmaydi. Yosh kattalar ichganda ozgina jinsiy xohishni kuchaytirishi mumkin, lekin unaqa zo'r narsa emas. Tribesteron'ni yoshroq bo'lsa ichib ko'rsa balki foyda qilar. Oxirgi ma'lumotlar bo'yicha tribesteron, tribuluslardan unaqa foyda bo'lmayapti. 10 ta odam ichsa 8 tasida aniq foyda bo'lmaydi. Endi kommentariyalarda kim tribesteron ichgan bo'lsa, testosteronini qanchaga ko'targan bo'lsa, do'y postli tekshirgan bo'lsa yozib ketishingiz mumkin. Agar ko'tarilmagan bo'lsa, uni ham yozib ketishingiz mumkin. Oldindan o'sha yozganingiz uchun rahmat deyman. Yana bitta narsa aytmoqchimanki, mana prostatani qaranglar, qanaqa o'zgarib yotibdi deb. Siz testosteroningizni ko'tardingiz, qanaqa qilib yo'l bilan bo'lsa ham ko'tardingiz. Ukol oldingizmi, stimulyatsiya yo'li bilan ko'tardingizmi, boshqacha yo'li bilan qildingizmi? Bu unaqa prostataga 1000 testosteronni ko'tarsa ham jinsiy quvvat tiklanmasligi mumkin va urologga borib prostatani davolatmagunizcha, giperplaziya bo'lganini, kattalashganini davolatmagunizcha sizda normal jinsiy aloqa bo'lmasligi mumkin. Testosteronim pasiydi, prostatam kattalashgandi, testosteronni ko'tardim, lekin jinsiy aloqam tiklanmadi degan holatlar ko'p bo'ladi. Qo'rqish kerak emas, chunki bu prostatani qarang, 300% ishib yotibdi. Agar sizni ko'zingiz 300% kattalashib ketsa, siz ishlay olasizmi yoki ko'rasizmi? Yoki tilingiz 300% ishib ketsa, siz gapira olasizmi? Yoki jigaringiz 300% ishib ketsa, siz sog'lom odamda ishlay olasizmi? Xuddi shunaqa narsaki, testosteronni ko'tarsa, lekin prostatada agar giperplaziya bo'lsa, siz urologga borib davolanishingiz kerak. Jinsiy quvvat uchun to'siq bo'lishi mumkin. Bugun shunaqa narsalarni gaplashmoqchi edik. Yana bitta ikkita savollarni o'qib ko'ramiz. Har bitta kommentariyni o'qiyapman. Stress bilan depressiya deyishibdi, uni videosini qilamiz. Testosteron bilan uyqu deyishibdi, uni videosini qilamiz. Mana bitta gipotireozim bor, prostata ham bor debdi. Prostatamga ziyonmi debdilar, jigarimni yog' bosgan debdilar. Demak, o'zaro bog'liqligi bor, chunki TTG gormoni libidoga ham ta'sir qiladi va jinsiy aloqani tugash tezligiga ham ta'sir qiladi. TTG past bo'lsa, siz tez tugatib qo'yasiz. TTG baland bo'lsa, siz tugatolmay asbobingiz so'lib qolishi mumkin. Demak, vaqtida jinsiy aloqa qilmaslikni yoki jinsiy aloqani tugamasdan so'lib qolishini albatta prostataga ta'siri bo'ladi. Endi jigar yog' bosganda o'zi testosteroni kam odamni jigari yog' bosadi. Insulinni baland odamni jigari yog' bosadi. Qorin qo'yib semirgan odamni jigari yog' bosadi. O'zida ortiqcha vazn bor odamni jigari yog' bosadi. Harakati kam odamni jigari yog' bosadi. Noto'g'ri yog'li ovqat, fruktozaga boy asal, mevalarni ko'p yegan odamni, tarvuzlarni yegan odamni jigari yog' bosadi. Bularning hammasi testosteronni kamayishiga, prostatani giperplaziyasiga sabab bo'ladi. Demak, savolingizga javob berdik deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.